Instagram orqali oyiga $1000 dan ko'proq daromad topsa bo'ladimi? Men mutaxassisman yoki noldagi insonman. Kirolman Instagramga, men onlayn daromad topsam bo'ladimi degan savollar sizni qiynayotgan bo'lsa, siz to'g'ri manzildasiz. Assalomu alaykum, ismim Muhammad Qodir, prodyuserman. Top darajadagi ekspert va kapitalizatsiyasi $1,000,000 dan oshiq bo'lgan biznesmenlarni Instagramda shaxsiy brendlarini qurish bilan shug'ullanaman. Aynan shu uslublarni ko'rsataman. Va bizani hozirgi kunda o'rtacha chekimiz bitta mijoz bilan ishlashimiz $2,000,000 dan balandroq. Ya'ni bir oylik usluga narximiz haqida gap ketyapti. Xo'p, o'rtoqlar, bugun nimani ko'rib chiqamiz? Agar siz umuman nolda bo'ladigan bo'lsangiz ham, umuman Instagramdan qanaqa daromad topish bo'yicha bilimlaringiz bo'lmasa, yoki siz mutaxassissiz, bitta tochkada qotib qolgansiz, ya'ni uslugalarning narxini arzonroq sotasiz, $500, $700 da sotishingiz mumkin, yoki undan arzonroq sotadigan mutaxassislar ham bor. Qanaqa qilsam o'zim uslugamni narxini qimmatroq sotaman degan auditoriyaga ham bu manfaatli bo'ladi. Demak, ikki xil tipdagi insonlarga foydali bo'ladi. Noldagi insonlar Instagramdan daromad topmoqchi, ikkinchisi mutaxassislar daromadini oshirmoqchi. Agar siz bunaqa odam bo'lmaydigan bo'lsangiz, videoni shu to'xtatib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, ikkala holatda ham $1,000,000 dan ko'proq daromad topish uchun, ya'ni bitta loyihani shunaqa summada olish uchun bizga nima kerak degan savol bo'ladi. Birinchi o'rinda sizga bilim kerak bo'ladi, ikkinchi o'rinda mijoz topishingiz kerak bo'ladi, uchinchi o'rinda sotuv bo'yicha bilimingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mijoz topdingiz, unga sotishingiz kerak. Mana shu 3 ta narsa bo'ladigan bo'lsa, siz bu klassik metodika, bemalol $1,000,000 dan ko'proq, hatto $5,000, $10,000 dan ko'proq pul topishingiz mumkin. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Bu bo'yicha men sizlarga real misollar ham beraman. Shtob menda o'qigan bolalar qanaqa natija bo'ldi, nima bo'ldi, A tochkada qanaqa edi, B tochkada qanaqa qilib ular shunaqa pul topyapti. Shu narsani xudo xolisa hozir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'limimiz bizada bilim. Bilim bo'lganda ham nima desa, professionalniy fundament, sohani asosini o'rganish. Nimaga bizga bilim kerak o'zi deydigan bo'lsak, usluga, ya'ni servis ko'rsatishda, xizmat ko'rsatishda biz nima sotamiz? Biz o'zimizni bilimimizni, miyamizdagi tajribamizni sotamiz. Klassik holatda o'zi nima bo'ladi bozorda desa, misol uchun men bu ko'z oynagini men sotyapman. Bu meni produktim. Buni absolut o'zi narxi bor. Misol uchun 400 ming so'm mashi. Mijozni topaman-da, mijozga so'm 400 mingga sotaman. Bu da, to есть, bu yoqda produkt va bu ko'z oynak. Endi mutaxassislarda produkt nima desa, uni bilimi. Bilim bo'lganda ham nima desa, farqi yo'q. Siz targetolog bo'ladigan bo'lsangiz yoki marketolog bo'ladigan bo'lsangiz yoki boshqa soha vakili bo'ladigan bo'lsangiz ham o'zingizni sohangizni asosini o'rganishingiz kerak. Bu sohani mexanizmi qanaqa ishlayapti o'zi, nima ketma-ketliklar borki, natijaga olib boradigan. Meni sohamda nima bu deydigan bo'lsanglar, men ko'rsatib beraman. Meni soham aytganimdek, shaxsiy brendni shakllantirish. Ya'ni kim meni mijozlarim desa, men tushuntirib beraman sizlarga. Misol uchun, quruvchi developer Muzaffar Iskandarov. Ular yo'nalishlari nima desa, katta masshtabda dom qurib sotadilar. Oxirgi marta 400 dan oshiq xonadonlarni o'zidan bloklar orqali sotdilar. Bularga nima kerak edi desa, shtobi mana oldimga kelganlarida shuncha xonadonlarni qurib sotaman men. Prosta tak hozir raqobat kuchliligini hisobiga odamlar nafaqat produktni orqasida turgan insonlarni ham eshitish holati, kim o'zi, brend otasi kim degan narsa odamlarni qiziqtiradi. Shuning uchun brend orqasida men turibman degan narsani odamlarga ko'rsatishimiz kerak, meni taniqliligimni oshirishimiz kerak, meni reputatsiyamni oshirishimiz kerak degan zapros bilan chiqqanlar va uslugani ularga sotganman, xizmatimni ularga sotganman. Ular bilan har oy do'g'or asosida pulli usluga ko'rsataman. Endi shu uslugani ko'rsatishim uchun menga nima bilimlar kerak? Shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda shaxsiy brend qanaqa shakllanishini men tushunishim kerak. Siz shuni o'rganishingiz kerak bo'ladi agar meni yo'nalishimda ishlamoqchi bo'lsangiz. Ketdik. Nima bilimlar kerak desa, asosiy eng muhim chast shu, e'tibor berib turinglar. Chunki keyingi bo'limlar aynan shuni ustiga quriladi. Bilimingiz bo'lgandan keyin unga mijoz topishingiz kerak bo'ladi, keyin unga sotishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bilim bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi ikkita narsa o'sha nolga teng bo'ladi. Xo'p,
Birinchi o'rinda bu strategiya. Strategiya nima deyilgan bo'lsanglar, men hop. Strategiya nima deyilgan bo'lsanglar tushuntiraman. Oldimga keldilar Muzaffar aka. Aytdilar. Mana shunaqa tanitishimiz kerak deyaptilar. Xo'p. Tasodifiy kontentlar qoradigan bo'lsam yemaydi. Men aniq yetishim kerak. Katta tadbirkorlar, biznesmenlar reja bilan yuradi. Ularning 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik plani bo'ladi. Plansiz ular yurmaydi. Katta masshtabdagi planni bu strategiya deydi. Strategiya jarayonida men aytaman, xo'p. Muzaffar aka, sizni tanitishimiz uchun birinchi 3 oylikda content marketing uslubidan foydalanamiz. Ya'ni organikada content orqali sizni tanitamiz. Keyingi 3 oylikdan keyin PR instrument orqali sizni tanitamiz. Keyingi oylarda bo'lish mumkin sizni mahsulotingizni sotamiz yoki qaysi podkastlarga chiqamiz, bu hokazo shu jarayon qanaqa bo'lishini to'liq birinchi oyda ham bunaqa ish qilamiz, ikkinchi oyda ham bunaqa ish qilamiz, uchinchi oyda ham bunaqa ish qilamiz, 6-chi oyda ham bunaqa ish qilamiz, 8-chi oyda ham bunaqa ish qilamiz degan narsani ko'rsatib berish ham bu strategiya. Mana shuni ko'rsatib bergandan keyin bo'ldi, ikkita qo'lini ko'taradi tadbirkor, bo'ldi, men ishondim senga, bo'ldi, bosur deydi. Ko'pchilikning muammosi mana shu strategiyani bermasligida. Xo'p. Undan keyin strategiya tuzishimdan oldin men ko'rib chiqishim kerak, o'zi bozorda qanaqa o'yinchilar bor. Bizani mijozimiz Muzaffar aka developerlar, bozorda qanaqa developerlar bor. O'zbekiston mahalliy bozorida kimlar bor, xalqaro bozorda kimlar bor, Esangida kimlar bor. Ular nima padachalar qilishyaptiki, ishtobi tadbirkorni ko'tarish uchun. Shuni ko'rib chiqaman. Bu alohida bilim, buni o'rganib chiqish kerak. Alohida o'zining mana bunaqa instrumentlari bor, hozir ko'rsatib beradigan bo'lsam, ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Uchinchisi bu Castef. Ya'ni Castef nima deydigan bo'lsak, mijozni so'rab bilish mijozdan. Biz content qilamiz. Mana misol uchun Reelslar syomka qilamiz. Nimaga u million uradi? Nimaga ko'p auditoriya ko'radi? Nimaga unga followerlar kiradi? Sizga kirmaydi. Buni tagida Castef yotadi. Misol uchun hozir bitta psixolog mijozimni ofisida o'tiribman. Bu ularning ofislari, o'sha yerda syomka qilganman. Ular bilan nima qilganman desa, ish boshlashimizdan oldin Castef qilganman. Ularning mijozligisi bor. Ularning uslugasidan foydalangan mijozlar bilan bitta gaplashib chiqqanman. 5 ta mijozingizni menga kontaktini bering, ular bilan gaplashib chiqaman deganman. Gaplashish jarayonida ularning og'riqlari, ularning xohishlari va nimaga aynan mana shu psixolog mijozni uslugasidan foydalandi degan savollarga javob izlaganman. To'g'ri savollar bersangiz ular aytib berishadi o'zi. Mana bunaqa bo'lgan, mana bunaqa og'rig'im bo'lgan deydi, mana bunaqa xohishim bo'lgan deydi va shoxsupa menga mana bunaqa natijalar berdi deb aytishadi. Shu jarayonda ko'rib chiqaman-da, o'tdan kontent olaman keyin. Ishtobi umumiy bog'lanishlarni ko'rib chiqaman. 5 ta odamni bog'layotgan bitta og'riq bo'lishi mumkin, bitta xohish bo'lishi mumkin. Shularni olaman-da, kontentga otaman. Kontentda shu narsani olib chiqamiz-da, u narsa 3 oyda million uradi. Castef shuni aytadi. To'rtinchisi bu pozitsiya. Pozitsiya nima degani desa, ko'pchilikning muammosi shaxsiy brendda pozitsiyasi bo'lmaydi. Misol uchun, men prodyuserman, marketologman, psixolog mijozim bor, developer mijozim bor. Developer mijozimning pozitsiyasi bu quruvchi, investor. Uni kontentlari shuna atrofida aylanishi kerak. Psixolog mijozimning pozitsiyasi bu psixolog, oilaviy psixolog. Turmushgacha munosabatlarni olib boradigan psixolog kontentlarni shuna atrofida aylanishi kerak. O'tlash kerak emas. Ko'pchilikning muammosi, men seriozniy tadbirkorlarni ham ko'raman, majbur bo'lish uchun istalgan temasida kontentlar qiladi. Bu yerda pozitsiya bo'lmaydi. Odamlar sizni nima bo'yicha mutaxassissiz degan savolga javob topa olmaydi. Xo'p, keyingisi bu content, ishtobi hammasini biz strategiya tuzdik, raqobatchilar tahlilini o'tkazdik, Castef qildik, pozitsiyani aniqlashtirdik. Bo'ldi, o'sha content yozishga kirishimiz kerak. Content yozishda ham o'zini sxemasi bor. Qanaqa qiladigan bo'lsak, ishtobi odamlar bizni ko'radi, eshitadi va hokazo. Content marketing va hokazo bo'yicha bitta aytib beradigan bo'lsam, hozir juda ham ko'p vaqt olib qo'yishim mumkin. Shuning uchun qisqacha men sizlarga xulosasini aytib berishim mumkin bu yerda.
Content marketing o'zi nima desa, content marketing bu birinchi uchrashuvga o'xshaydi. Tasavvur qiling, siz birinchi uchrashuvdasiz. Agar suhbat davomida faqat o'zingiz haqingizda gapirsangiz, o'zingizni maqtaydigan bo'lsangiz, ikkinchi inson uchrashuvga qayta keladimi? Ehtimoli yo'q. Instagramda ham xuddi shunaqa. Agar profilingiz faqat siz haqingizda, mahsulotingiz va reklamalaringiz bilan to'lib toshgan bo'lsa, obunachilaringiz sust o'sadi. Auditoriya ishonch hosil qilmaydi, sotuvlaringiz sezilmaydi. Ya'ni nima deyilyapti bu yerda desa, kontent muvaffaqiyatli bo'lish uchun auditoriyangiz muammolari va og'riqlarini kontentlaringizga olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shu narsa haqida bu yerda gap ketgan. Xo'p. Keyingisi biz kontentlar qo'yamiz. Endi biz trafik olib kirishimiz kerak akkauntga, ya'ni obunachilarni qo'shtirishimiz kerak. Buni ham o'zini sxemasi bor. Просто так sizga obunachi qo'shilmaydi. Buni sxemasi qanaqa desa, bu bo'yicha ham qisqa aytib berishim mumkin. Video yasalishi qanaqa bo'ladi desa, birinchi o'rinda videongiz oxirigacha ko'rilishi kerak. Oxirigacha ko'rilish uchun qiziqarli start olish kerak. Hook zo'r bo'lishi kerak. Birinchi 3 sekund. Birinchi 3 sekund zo'r bo'lish uchun faktlar bilan, savollar bilan boshlash, qiziqarli kadrlar bilan boshlaydigan bo'lsangiz zo'r bo'ladi. Motivatsiya berishimiz kerak. Nimaga shu videoni ko'rish kerak? Shu bo'yicha biz motivatsiya berishimiz kerak. Uchinchisi go'shtni berishimiz kerak. Shtoba va'da qilingan go'shtni berishimiz kerak. Va oxirida CTA bo'lish kerak. Obuna bo'ling va hokazo degan holatdagi u videolaringiz o'rtacha 40-80 soniya atrofida bo'ladigan bo'lsa va videolaringiz oxirida call to action bo'ladigan bo'lsa, sizda obunachilar o'zidan-o'zi ko'payishni boshlaydi. Bu yerda boshqa sxemalari ham bor. Bitta shuni sizlarga tushuntirib berdim hozir tushunishinglar uchun. Auditoriya jalb qilamiz. Undan tashqari trafikni maksimal haydash uchun bizga target reklamasi va lead magnet kerak bo'ladi. Videolar qo'yamiz, o'zidan o'zi juda bir ommalashib ketmayapti. Bu mijozimiz oldida biz yaxshi natija qilib berishimiz kerak. 3 oy ichida 10 mingta, 20 mingta natijani qanaqa qilamiz o'zi? Obunachi qo'shtiramiz degan savol bo'ladi. Bu yerda nima bo'ladi desa, biz bitta lead magnet tayyorlaymiz. Hozir xuddi sizlar mana lead magnetimni ko'rib turibsizlar. Tekin qiymat insonlarga, shu evaziga ular bizga obuna bo'lishadi. Xuddi shu sxema asosida sizlar bu videoga keldinglar hozir. Shu sxema qanaqa ishlashini sizlar tushunib olsanglar, bo'ldi. Uje sizlarda followerlar o'zidan o'zi oshishi boshlaydi. Buni ham aniq sxemasi bor, lekin hozir tushuntirib beradigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqt olib qo'yadi. Просто так o'zi nima bilimlar kerakligini sizlar tushunib olinglar, всё. Reklama kollaboratsiyalari. Bu nima desa, performansda uchun ishlatishimiz mumkin. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sotuv qilishimiz uchun va taniqlilikni oshirish uchun bizga kerak bo'lishi mumkin. Ko'pincha holatda bu PR bo'ladi. Biz Muzaffar Iskandarovda nima qilganmiz desa, reklama kollaboratsiyalarida juda ko'p blogerlardan, xususan Latifov bilan kollaboratsiya qilganmiz. Ularni taniqliliklarini Muzaffar akaga transfer qilish uchun. O'rtoqlar, taniqlilik ko'chadi insondan insonga. Xuddi shu jarayonda qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, batafsil bu yerda ochilgan, qanaqa bo'lishi. Xo'p, buni ham hozir ochadigan bo'lsam ko'proq vaqt ketib qoladi, lekin reklama kollaboratsiyalari juda ham muhim. Oxirida siz upakovka qilishingiz kerak akkauntni. Muzaffar aka akkauntiga o'tadigan bo'lsangiz, zo'r upakovka qilingan yoki mana akkauntimga o'tinglar. Upakovka nima bu desa, upakovka sizni pozitsiyangizni ko'rsatib beradigan, profilga 1000 ta kirgan odamdan 200 ta emas, 500 tasi obuna bo'ladigan instrument, ya'ni o'zingizni rasmingiz, nima bo'yicha mutaxassisligingiz, siz kimsiz, highlightlaringiz va o'sha profilni boshidagi pin qilingan ma'lumotlar. Shu ma'lumotlar asosida odamlar sizga yo obuna bo'ladi, yo obuna bo'lmaydi. Keyin siz mijozingiz bilan fotosessiya o'tkazishni bilishingiz kerak, syomka o'tkazishni bilishingiz kerak. Men hozir mana misol uchun professional syomka qilyapman. Shuni ham o'zining sxemasi bor. Qanaqa syomka o'tkazamiz degan savolga ham javob bor. 12-si monetizatsiya turlari. Mijozingiz mahsulotini yoki xizmatini sotib berishni bilishingiz kerak. Buni ham o'zining sxemasi bor. Agar monetizatsiya ishlamasa, odamlar doimiy sizga pul to'lab turmaydi. Buning uchun tizimli sotuv siklini bilishingiz kerak. Bu bo'yicha ham menda aniq sxema bor. Nima, qanaqa va hokazo. Sotuv varonkalarini bilishingiz kerak. Varonka etaplari bor o'zi. Sizlar ham hozir xuddi shu varonka etaplaridan o'tdinglar. Birinchi bo'lib meni videoyimni ko'rdinglar. Bu varonkani birinchi etapi. Men haqimda ma'lumot oldinglar. Undan keyin varonkaning ikkinchi etapi sizlar plyus qoldirdinglar yoki qaysidir so'zni qoldirdinglar. Keyingi etapi menga obuna bo'ldinglar. Keyingi etapi uje mana videoni ko'rasizlar. Xuddi shunaqa varonka bo'lishi kerak o'rtoqlar. Bu aniq ishlaydigan sxema.
va oxirida sizda progreffni bilib olishinglar kerak. Progreff ma'lum bir ma'nolarni miyaga singdirish, asosan stories yuritish uchun kerak. Buni ham o'zining aniq sxemasi bor. Xo'p, bo'ldi. Shu joyda mani sohamda aynan mani sohamda mana shu bilimni bilishingiz o'zi yetarli. Bitta loyihadan o'rtacha $2000 balandroq pul topishingiz uchun men shunaqa qilaman. Boshlang'ich etapda albatta sizlarda kamroq bo'lishi mumkin yoki ko'proq bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Instagram algoritmlarini bilishinglar kerak. Ko'rib chiqsanglar bo'ladi bu yerda. Hozir aytib beradigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqt ketadi. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi etap tugadi. O'rgandim, zo'r, bilimim bor. Hamma narsani qoyilab toraman. Endi nima etap bor desa, endi siz potensialniy mijoz topishingiz kerak. Mana mijozlarim misol uchun aytaman, ikki xil auditoriya. Birinchisi mutaxassislar, ikkinchisi tadbirkorlar. Uchinchisi siyosat vakillari. Xuddi sizda ham shunaqa bo'ladi. Mijoz topish etapi qanaqa bo'ladi desa, ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda siz lead jalb qilishni bilishingiz kerak. Lead bu mijoz. Qayerdan o'zi jalb qilamiz degan savollar bo'ladi. Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Lead jalb qilishdan oldin, misol uchun odam siz oldingizga kelib, siz uslugingizni so'rashidan oldin sizda aniq produkt bo'lishi kerak va aniq offer bo'lishi kerak. Bu nima degani desa, meni produktim aytdim-man. Men bilan shartnoma qilasan 6 oy davomida, 6 oy davomida men seni tanitib beraman. Tanitish jarayonida qilinadigan ishlarim hammasi usluga va bu produkt. Va unga offer beraman men. Offer berishim uchun menda nimalar bo'lishi kerak desa, aniq idealniy B tochkasini tushunib olishim kerak uni. Nima xohlasin? 6-oyda men uchun follower bo'lishi kerak, men uchun odam meni tanish kerak. Zo'r. Bilib oldim. Ikkinchisi UTP bo'lishi kerak menda. Nimaga aynan meni tanlash kerak? Menda UTP bor. Chunki men biznesga ixtisoslashganman deyman. Biznes bo'yicha menda juda ham ko'p keyslar bor deb taniqli men ishlagan insonlarning hammasini ko'rsataman. Ko'pincha holatda okey deb aniqlashadi. O'tgacha borishmaydi dash. Prosta ko'rsatadi, men oldimga prosta siz uslugingiz kerak deb kelishadi. Menda o'zi sotish qiyin bo'lmay qolgan hozir. Oxirida jobs to be'dan buni ham chuqur o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Juda muhim narsa aynan uslugani sotishda. Xo'p, endi bizda aniq offer bor, taklif bor, produktimiz bor, sotadigan. Bilim o'zi bu produkt emas. Offer yozib chiqadigan bo'lsangiz, uni og'riqlariga, xohishlariga tushadigan offer yozib chiqadigan bo'lsangiz, mana shu narsa produkt va offer hisoblanadi. Endi nima qilamiz desa, mijoz topishimiz uchun lead kanallari bo'lishi kerak bizda. Lead kanallari nima deydigan bo'lsa, bizga mana mijoz keladigan kanallar. Bizga taklif bilan chiqish mumkin. Illi va hokazo holatlar. Shu jarayon menda qanaqa bo'ladi deb tushuntirib beraman hozir. Birinchi eng zo'r har doim menda ishlaydigan narsa nima desa, bu networking, mijozni jalb qilishi. Oxirgi marta bo'lgan keysni men hozir tushuntirib beraman sizlarga. YouTube'ga Xurshid Ahmedov mijozim bilan video olma, otziv video 20 minutlik. Короче, uslugamizdan foydalandi-da, 8 oy ichida qanaqa natija olganini biz video aniq qildik-da, oldikda, syomka qildik, qo'ydim. Hali o'tga targetdan odam haydaganim yo'q. Prosta videoni YouTube'ga qo'yayapman-da, Xurshidga aytashaman. Xurshidga mana bunaqa video bo'ldi deb tashaman. Ular nima qildilar? Hamma o'rtoqlarga tarqatdilar boyagi videoni. O'rtoqlari ko'ryapti-da, Xurshidga qanaqa natija olganini ko'rib turib, menga taklif bilan chiqishyapti. Xuddi shu jarayonda men yana bitta dom quradigan odamni oldim. Umid aka, ularni ham xudo xolisa yaqinda boshlaymiz. Uslugamizni 3 oylik kelishuv qildik. 3 oylik pulni oldindan berish evaziga do'g'ir qolamiz. Do'g'ir ham shodda edi, xudo xolisa ko'rsataman. Bu eng zo'r ishlaydigan sxema. Чтобы ish qoyillatadigan bo'lsangiz, mijozda o'zi sizni bir-biriga taklif qilishni boshlaydi, lekin buni ham sxemasi bor. Ya'ni mexanizm ko'rinishiga keltirib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun sarafanniy radioni odamlar tavsiya qilishini biz boshqara olmaymiz-ku, lekin boshqaradigan holatga ham olib kelsa bo'ladi. Menda ishlaydigan sxemalar bor. Xudo xolisa buni ham tushuntirib beraman. Keyingisi hold call, ya'ni qanaqa desa, Muzaffar akada xuddi shunaqa bo'lgan. Ularga, короче, men aloqaga chiqqanman. Umumiy bizani tanishimiz bo'lgan o'rtada, o'sha orqali bir marta ko'rishgan bo'lganmiz, qayerdadir ko'rishganmiz. Undan keyin Instagramlardan menday подписка tashlayotdilar. Подпискаdan men anchadan keyin aloqaga chiqqanman, чтобы брат, давайте birga ishlaylik. Sizni ham qanaqa natija olib chiqa olayman.
bu sovuq qo'ng'iroq deyiladi. Men taklif bilan chiqqanman. Taklif bilan chiqishim uchun menda offer bo'lish kerak. Men bu produktim va offerim qilgan natijalarim bo'lish kerak. Ularga taklif bilan chiqqanman. Davay dotdilar, nechil bo'ladi dotdilar. Menimcha bo'ladi. Bo'ldi, ishlab ketamiz. Xuddi shunaqa Instagramda juda ham ko'p odamlar bor, o'zini blogini yaxshi rivojlantira olmayapti, o'stira olmayapti va hokazo. Shunaqa insonlarga taklif bilan chiqadigan bo'lsangiz, jon deydi, misol uchun, bratan, sizni men Instagram orqali tanitib beraman. Menda aniq bilim bor, produkt bor, offerim bor. Men uslugam narxi menimcha, misol uchun siz 0 dasizda, tasavvur qilaylik. $500 dan 3 ta klient olyapsiz, misol uchun. O'zi sizda $1,5 bor degani. $500 o'ta mizerniy, o'ta mizerniy o'rtoqlar, ishoninglar. Men unaqa summaga даже gaplashmayman ham, ko'rishmayman ham. Bu juda kichkina summa bizning sohada. Eng kamida aytaman, O'zPlus bormi deb boshlayman men to'g'risi. 2000 dan kamiga men ko'rishmayman, даже ko'rishmayman. Bu degani siz $500 ga bemalol sota olasiz degani. Target instrumenti, biz target orqali ham mijoz olamiz. Ya'ni offer etasiz, o'rtoqlar, men bunaqa xizmat ko'rsataman, uslugimdan foydalansanglar bo'ladi. Qanaqa natija bo'lgani bo'yicha desa, biz taxminan $20 ga bitta anaqamiz bilan, men o'zim lishni bu yerdan mijoz olmaganman, men ochib aytaman. Lekin men o'rtoqlarim, boshqa marketologlar $20 ga o'rtacha holatda 40 tadan oshiq potensialni lead oladi. Tushunishinglar uchun $20 nech pul bo'ladi? 250 ming bo'ladi. Adashmasam shunaqa holat, 250 ming so'mga 40 ta potensialni $1000 dan ko'proq pul to'lashga tayyor bo'lgan mijozlarni bilan olishadi. Bu ishlaydigan instrument. Menda har doim o'zi mijozlar o'chirt, nimaga ishimni qoyilataman, network zo'r ishlaydi, shuni hisobiga bu yerdan olmaganman. Test qilib ko'rmoqchiman, lekin shu narsani ham. Influencerlar, reputatsiya odamlar menda eng zo'r ishlaydigan narsa prям shu. Bu nima degani desa, mani eski klassik metodikam shu. Bitta taniqli odam tushunmanda, reputatsion odam bo'ladi u. Unga uslugimni ko'rsataman, arzonroq bo'lishi mumkin, tekinga bo'lishi mumkin yoki kelishilgan summaga bo'lishi mumkin. Uni atrofida ta'sir doirasida boshqa insonlar bo'ladi. Mani akkauntimga kirib o'tsanglar bo'ladi, endi kimligini aytmayman, lekin sizlarga buni mexanizmini tushuntirib bera olaman. U odam bilan ishlash orqali, uni tavsiyasi bilan boshqa odamlarga chiqsanglar bo'ladi. Odamlar sizlardan so'ramasdan, savol javob qilmasdan ustiga sotib olishadi deb aytaman. Har doim menda ishlaydigan sxema shu. Keyingi klublar ham zo'r ishlaydigan holat. Misol uchun bizda uslugimizni kim sotyapti? Birinchisi ekspertlar, ikkinchisi tadbirkorlar. Ular qayerda bo'lishadi? Klublarda bo'lishadi. Networking qanaqadir tadbirlar bo'lishi mumkin. Bular ishlaydi, o'rtoqlar, 100 talik ishlaydi. O'tga borasiz, tanishasiz. Networkingning o'zini sxemasi bor, buni ham tushuntirib beraman hozir. Uslugingizni katta ehtimol bilan sotib olishadi. Juda ko'p insonlarga o'zimni uslugimni shunaqa sotganman. Demak, mijozni topdik ham deylik, leadlar katta tushyapti, bizda bilim bor, bizda mijoz bor, endi borib sotishimiz kerak unga. Bu jarayon qanaqa bo'ladi desa, buni ham qadamma-qadam xudo xolisa tushuntirib beraman. Sotuv bo'yicha, buning uchun sizda sotuv bo'yicha bilim bo'lishi kerak. Eng muhim chast o'rtoqlar, mutaxassislar uchun bu juda ham muhim va endi o'rganayotganlarga ham albatta muhim, lekin endi o'rganayotganlarga birinchi, ikkinchi chast muhimroq edi. Mutaxassislarga hozir mana 3-chi chast sotuv bo'yicha bilim juda ham muhim, chunki meni hayot sifatimni ko'targan narsa aynan sotuv. Siz zo'r bo'lishingiz mumkin, prям zo'r mutaxassis bo'lishingiz mumkin, lekin sizda sotuv bo'yicha bilim bo'lmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Siz arzonga ishlab yuraverasiz. Ish qoyillatganingiz muhim emas, o'rtoqlar, sizlar menga ishoninglar. Muhim chast siz sotuvni bilishingiz kerak. Sotuv bo'yicha bilim nima desa, 3 ta chastga bo'laman men. Birinchisi bu tashqi ko'rinish. Ya'ni
mijoz bilan aniqossizda, ko'rishasiz, gaplashasiz. U yerda eng muhimi muzokarani eng muhim chasti masjidda o'zida, masalan, birinchi 10 soniyada odam sizni aniq bo'ladi. Bu odamdan olamanmi, olmaymanmi degan narsani uslugingiz. Shuning uchun o'zingizni kiyinishingizga, turqi tarovatingizga ozgina e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Bitta yaxshi kostyum kiyib olib qo'yasiz, bo'ldi, всё. Keyingi chast. Mijoz sizga yozdi. Ko'pincha holatda sxema qanaqa bo'ladi? Menga telefon qilishadi, Instagramdan yozishadi. Bo'ldi deyman, uchrashuv vaqtini belgilayman. Aka, siz bilan offline holatda ko'rishmasak bo'ladimi? Ko'pchilik muammosi nima desa, telefonda sotishga harakat qiladi. Telegramdan narx aytib oladi. Bo'ldi, sotib bo'lmaydi o'rtoqlar. Sotuv qachon bo'ladi? Offline yuz-yuzga tushganda. Boshqa holatda B2B da sotuv qilish juda ham qiyin bo'ladi deb aytmoqchiman. Uchrashuv vaqtini, uchrashuv lokatsiyasini aniq belgilab oldik. Ko'rishamiz. Bo'ldi, bitta paytda, misol uchun, brat siz bilan ertaga BNB da soat 12:30 da ko'rishamiz dotdi. Okey, siz o'tga vaqtida borasiz, u ham vaqtida ko'rishasizlar. Endi nima bo'ladi desa, bu yerda o'zini chastlari bor, bularni tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib ko'rishinglar mana. Oldingizga tadbirkor keldi, mutaxassis keldi. Nima deysiz? Nimadan boshlaysiz degan savol bor. Birinchi bo'lib ishonch qurishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tanisha olishimiz kerak. Tanisha olmasak bo'lmaydi. Tanishish jarayoni ham o'zi chastlarga bo'linadi. O'zingiz tanishtirasiz. Qilingan natijalar, qilingan keyslar. Assalomu alaykum, ismim Muhammad Qodir. Men prodyuserman. Shu paytgacha men loyihalar bilan ishlaganman va men bunaqa natija bo'lgan. Bu bo'yicha 5 minut bo'lish kerak. Mana vaqtlarga ham bo'lib chiqqanman. Undan uzoq bo'ladigan bo'lsa 2 soat o'tirib aniqlashadi. Oxirida sota olmaydi. Masalan, boshqa holatlarda shunaqa bo'ladi. Men bitta переговорda o'rtacha 40-50 minut qilaman. Uni birinchi 5 daqiqasi tanish olishga ketadi. Tanish olgandan keyin akajon siz bilan tanishmoqchi bo'ladimi? O'z haqingizda ozroq menga ma'lumot bera olasizmi deb aytaman. Davay deydi, aytib beradi menga. O'zi keyingi 20 daqiqa aynan u haqida bo'ladi. Ko'pchilik muammosi nimada desa, uchrashuvni boshidan oxirigacha o'zi haqida gapiradi. Kelgan mijozga ko'risham, buni qo'ylatganman, uni qo'ylatganman, buni qo'ylatganman. Savol-javob formatida ketadi bu. Ya'ni tadbirkor savol beradi, mutaxassis javob beradi. Tadbirkor savol beradi, mutaxassis javob beradi. Bu ishlamaydigan sxema. Oxirida nima bo'ladi desa, sotolmaydi. Qachon ishlaydi desa, birinchi o'rinda 20 minut ichida biz ishonch qurib olishimiz kerak u odam bilan. Ishonch qurmaydigan bo'lsangiz, sizni eshitmaydi, offer qizib bo'lmaydi va hokazo. Ishonch qurish jarayoni qanaqa bo'ladi desa, 20 minut ichida bitta umumiy tanish topib olishimiz kerak. Umumiy tanish topmasak bo'lmaydi. Ya'ni u ham taniydigan, siz ham taniydigan qanaqadir. Uzoq bo'lsa ham farqi yo'q, tanish bo'lsa zo'r. Yoki umumiy savollar. Uni oilasi, shaxsiy hayoti, qiziqishlari, hobbilari bo'yicha savollar berasiz. U sizga aytib beradi. Mana qo'yladimman, qiziqishim mamnaqa deydi, biznesim mamnaqa deydi. Umumiy holatdagi mavzu bo'lish kerak, ishga aloqador bo'lish kerak emas. 20 minut mashina gaplashish kerak. Eng katta va eng muhim chast shu. Ko'pchilik boshqa chastlarga e'tibor beradi, lekin menda eng ishlaydigan chast shu bo'ladi. Keyingi oxirgi 15 minutda bo'ldi. Ko'pchilik o'ylaydi faqat ish haqida gaplashishlarni переговорda deb. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Переговорda 5 minut tanishamiz, 20 minut u haqida gaplashamiz. Oxirgi 15 minutda uni muammolari, kutuvlari, xohishlari haqida gaplashamiz. Bularni hozir men ochib beraman. Muammolari nima desa, mijozi, hozirgi va oldingi natijalari. Xo'p, Instagramda oldin o'zi kontent qilganmisiz? Nima bo'lgan? Natijalar qanaqa bo'lgan? Bo'lgan bo'lsa aytib beradi, yo'q bo'ladigan bo'lsa hali akkaunt ochmaganman deydi. Va o'zi muammolarni ochib beradi. Misol uchun, agar akkaunti bor bo'ladigan bo'lsa, video qo'ygan bo'lsa nima bo'ladi desa, videolarim topga chiqmayapti. Odamlar brendim bo'lmagani uchun menga ishonmayapti. Misol uchun, xodimlar topish bilan bog'liq muammolarim bor meni. Biznesimga investor jalb qilishim kerak deb, qarochi aytib beradi. Ha deb eshitib turasiz. Bu keyingi chastda o'zi kutuvlarini aniqlaysiz. Xo'p. Bratan, zo'r. Mendan nima xohlosiz? Aytadi. Sen bilan ishlash jarayonida deydi, 1 yilda deydi, men 100 mingta organitskiy follower xohlamayman, ya'ni obunachi xohlamayman deydi. Zo'r, yozib olamiz. Kompaniyani yangi filialini ochmoqchiman deydi. Sizga aloqasi yo'q, lekin kutuvlarni aytib beradi-da, hadeb eshitib turasiz. Videolarning formati, sifati bo'yicha kutuvlarni aytadi. Qarochi, men bunaqa bo'lish kerak deydi. Bir oyda men necha video chiqish kerak deydi. Men bunaqa prosmotr xohlamayman deb va hokazo aytakdalik aytib beradi. Zo'r.
eshitib turamiz hammasini va yozib olamiz. Miyasidagi hamma kutubini yozib olishimiz kerak. Muammolari, xohishlari, faqat u haqida gaplashamiz. Ko'pchilik muammosi nimada? Bo'ldi, oxirida narx aytadi. Bo'ldi, siz tushundim deydi. Narxi mancha bo'ladi deydi. Buni holatda nima bo'ladi desa, birinchi uchrashuvda 80% holatda mijoz ha deydi, yo o'ylab ko'raman deydi. Katta ehtimol bilan davay mana zaklad dormiydi. Endi savol tug'iladi. Qanaqa qilsa, davaychi biz ishlaymiz siz bilan mana zaklad degan holatga olib kelsak bo'ladi degan savol aylanadi. Meni o'zim tajribamda ishlaydigan narsa, hamma og'riqlari va xohishlarini o'rganib olgandan keyin ikkinchi uchrashuvga olib o'tishga harakat qilaman odamni. Bitta переговорda sotmayman, ikkita переговорda sotaman. Nimaga? Ikkita переговорda bizani aloqa chastotamiz yuqoriroq, uzunroq bo'ladi, ya'ni ishonch chuqurroq quriladi. Misol uchun bitta uchrashuvda Telegramdan yozatdi, ko'rish olsizlar, narx aytasiz. Yo'l borish mumkin-da. Endi hamma og'riqlari, oilasi, hamma ma'lumotlarni oldingiz, nima biznesi bo'yicha nima holatganini oldingiz. Aka do'stsiz keyingi uchrashuvda men offer tayyorlab keling. Hozir offer etadigan bo'lsam, yo sizga tushadi yo tushmaydi. Men sizga tushadigan individual offer tayyorlab kelaman deb aytasiz va tayyorlab kelasiz rostdan. Ikkinchi uchrashuvda offerni ko'rsatasiz. Va aka mana sizni muammolaringiz qanaqa ekan? Qanaqa muammolaringiz bor edi? Kutuvlaringiz, xohishlaringiz qanaqa edi? To'g'rimi, to'g'ri buni o'zingiz aytdingiz. Va men sizga yechim sifatida men bu offer tayyorlab keldim. Просто tak o'shini og'riqlariga, misol uchun 100 mingta follower xohlaman dotda bo'ldi. 1 yil ishlaymiz siz bilan. Oyiga misol uchun 10 mingtadan follower kiradi. Offer shunaqa bo'lishi mumkin. Tuzilish jarayoni o'zining sxemasi bor, buni ham hozirda xolis tushuntirib beraman. Ko'pincha holatda ko'radi, o'zini xohishlari, o'zini kutuvlari, hammasini muammolariga yechim berasizda, davay deb to'liq boradi. Meni hamma tajribamda shunaqa bo'lgan. Hammasida prям bu yerda yo'l borish mumkin, siz narxingiz tushmasligi mumkin va hokazo, lekin meni tajribamda unaqa holat kam bo'lgan. Shtobe keldi, 2 marta ko'rishgandan keyin yo narx to'g'ri kelmadi, boshqa kun ko'rishdik, yo boshqa kun o'ynaymiz siz bilan degan holatlar bo'lmagan. Shundan kelib chiqib aytdimman. Ko'pchilikni muammosi nimada desa, bilimim bor, lekin men portfolio qilishim kerak deb o'ylaydi, keyslar qilishim kerak deb o'ylaydi, natija qilishim uchun ko'proq pul topishim uchun deb o'ylaydi. Yo'q, sizga oddiy sotuv ko'nikmasi bo'lsa bo'ldi. Anu odamni ishontira olsiz, anu odamdan pul ola olsiz va u odamga ish qoyillat bera olsiz, всё. Boshqa hech narsa kerak emas. Ko'pincha holatda mendan keyslarimiz so'rashmaydi ham, nimani qoyillatgansan o'zi deb. Lekin men o'zim ishonch qurish bosqichida обязательно aytib beraman, men bu ishlarni, men bu narsalarni qoyillatganman deb, rostdan qoyillatgan ishlarimni aytib beraman. Xo'p. Bo'ldi, shu yerda tugaydi. Ya'ni asos mijoz topish, sotuv bo'yicha bilim. Ko'pchilik muammosi nimada bilasizlarmi? Mutaxassislar daromadim o'smayapti deydi. Daromadim o'smayapti deyishi bu mavhumlikda. Daromad o'sish uchun 3 ta narsa kerak. Asos bilim kerak, mijoz topishni bilishingiz kerak, sotuv bo'yicha bilimingiz bo'lishi kerak. Odam mutaxassis o'ziga savol berib ko'rish kerak. Men ko'proq pul topishim uchun menga bilim yetishmayaptimi? Yoki-da bilimim bor, men mijoz topa olmayapmanmi? Yoki-da mijozim bor, ularga sota olmayapmanmi? Qaysi chastda meni ko'nikmam yaxshi emas, yetarlicha emas degan savolni o'ziga berishmaydi. Mana shu savolni o'zingizga bersangiz tushunib olasiz. Yoki agar siz 0 da bo'ladigan bo'lsangiz, uchala chast ham sizda yo'q. Agar siz mutaxassis darajasida bo'ladigan bo'lsa, sizda bilim bor, sizda mijoz topish bilan va sotish bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin, lekin bu hal qilsa bo'ladigan muammo, ishoninglar o'rtoqlar. Kelinglar sizlarga real misollar bilan keltirib beraman, kimlar qanaqa bo'lgan, meni shogirdlarim qanaqa natija qilishyapti. Xuddi shu narsani men ularga o'rgatganman, ularda nima natija bopti. Birinchisi Bobur Olimov. Bu bola 2005-yil. Men rasmlarini ham xudo xolisa chiqarib ketishadi. Bolalarga aytamiz, montajyorlar iltimos chiqarib beringlar ularning rasmlarini. Ularni kelganlarida A tochkadagi holatlari qanaqa edi desa, daromadlari 0 edi. Universitetda o'qirdilar. Moliya institutida bilimlari, tajribalari, tanish-bilishlari yo'q edi. Prям 0 dagi bola, qarshi universitetda o'qiyapsiz, savol qilaylik. Hech narsani bilmaysiz. Mana shunaqa bola men oldimga keldi. O'rganyapti, tepadagi bilimlarni hammasini. Hozir nima qotdi desa, B tochkada $3000 dan oshiradi daromad qotdi. Universitetdan chiqib ketdi.
Чтобы universitetdan men kelajagimni ko'rmayapman dedi-da, o'sha Dubayga ketdi. Dubaydan unga takliflar tushib boshladi. Chunki bunaqa mutaxassislarga o'rtoqlar hozir talab juda ham yuqori, ishini qoyillatib bera oladigan mutaxassislarga. Dubayda ishlayaptilar, arab sheyxlar bilan, ular bilan ham переговор qanaqa olib borishni men ularga tushuntirib qo'yganman. Hozir holatda nima bor desa, pul bor. Sayohat qildilar, chet elda ishlayaptilar, bilimlari bor, tajribalari bor, networkinglari ishlayapti. Bu juda ham zo'r deb o'ylayman. Bu bitta loyihadan hozir. Qo'shimcha loyihalar ham bemalol olsalar bo'ladi. Siz bilan meni yoshimdagi bolalar haqida gap ketyapti. Ikkinchisi Doniyor, 2008-yil kichkina bo'lishiga qaramasdan Atochkada nima edi daromadlari yo'q edi. Bular o'zi mutaxassislar. Men bilimni bermadim ularga. Ya'ni shaxsiy brend bo'yicha ularning bilimlari bor edi o'zi. Buni ham ochib aytaman. Bilim bor, tajriba bor, tanish bilishlari yo'q edi, sotuv ko'nikmalari yo'q edi. Bo'ldi, bildilar mana shu narsani, menda mana shunaqa ko'nikmalar yo'q deyaptilar. Misol uchun mijoz topish bilan sotuv bo'yicha menda muammo bor deyaptilar. Bo'ldi, biz ular bilan ishladik. Men tushuntirib berdim, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi hamma sxemasini. B tochkada 2000 dan bitta loyihani oldilar hozir. Qisqa vaqt ichida, 1-2 oy ichida Europol kompaniyasining asoschisi Alisher aka Avazov degan insonni shaxsiy brendlarini quryaptilar. Europol bilasizlar, katta kompaniya. Shu tadbirkorni переговор qilib sotdilar shu insonga. 2008-yil bola bo'lmasam qo'pol qilib aytganda, ko'pchilik ishonmaydi. Meni yoshim kichkina deyish mumkin. Yo'q, sizda bilim bo'lsa, tajriba bo'lsa, mijoz topish ko'nikmasi bo'lsa va unga sotish ko'nikmasi bo'ladigan bo'lsa, всё, siz necha yoshdasiz, вообще farqi yo'q mijozga. Hozir nima bor desa, ularda bilim bor, tajriba bor, networking ishlayapti, sotishni biladilar. Bo'ldi, shu harakat qilib yuribdilar. Zo'r bilan natijasi ham. Uchinchisi Bunyod Xalq Nazarov bilan Andijondan 2004-yil bilan Atochkada daromadlari yo'q edi, Andijonda edilar. Bilimlari ham yo'q edi, tajribalari ham yo'q edi, tanish bilishlari ham yo'q edi. Bir tochkada nima qotdilar desa, $1000 daromad topdilar. Centris Development degan kompaniyada ishlayaptilar. Bilasizlar, Centris juda ham katta qurilish firmasi, juda katta qurilish bo'yicha ishlaydigan firma. Bu ma'lumot qidirib ko'rsanglar bo'ladi, shu yerda ishlayaptilar. Instagramlarini rivojlantirish bo'yicha aynan. Ular hozir karyera yo'nalishida ketyaptilar. Ya'ni shu yerda men uzoq muddatli karyera qurmoqchiman. Oyligim o'sib borish tartibi menga qiziq deb aytdilar. 3-4 ta loyiha bilan emas, bitta loyihada daromadlar o'sib boryapti hozir. Universitetda diplomlari yo'q. Bilasizlar, 2004-yil hali diplomi yo'q ularni, lekin diplom yo'q holatda ham shunaqa pul topyaptilar. O'rtoqlar, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, diplom qanchalik kerak emasligini bitta miyada afsushat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir nima desa, bilim bor, tajriba bor, networking ishlayapti, normalniy soha kachat qotdilar. Xo'p, o'rtoqlar, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat sizlarga. Menimcha bilib oldinglar, sizlar $1000 dan ko'proq daromad qilish uchun sizlarga nima bilim, nima ko'nikma kerakligini, demak 3 ta narsa ekan, xulosa qilib qo'yamiz. Birinchisi bilim bo'lish kerak sizda. Pullay oladigan narsangiz bu bilimingiz. Ikkinchisi mijoz topa olishingiz kerak, o'sha bilimni pullash uchun qanaqadir xaridor, klient bo'lish kerak. Uchinchisi sotuv bo'yicha sizda aniq bilim bo'lish kerak. Shunda bemalol bitta loyihani $500, $1000 dan ko'proq qola olasiz va bir vaqtda o'zida bunaqa loyihalardan 3-4 tasini yurita olasiz. Undan ko'piga qiynalib qolasiz bitta o'zingiz. Ochib aytaman, maksimal darajada 5 tagacha yurita olasiz bir vaqtda o'zida. Undan uyog'iga qiynalishni boshlaysiz, komanda shakllantirish kerak. Siz bir vaqtda o'zida 5 ta mijoz bilan ishlaysiz degani, $1000 dan hisoblaganimizda $5000 plyus ishlaysiz degani. Bu ham ishontira olishingiz, qimmatroqqa sota olishingiz ko'nikmangizga bog'liq. Agar siz 2000 dan ishlaydigan bo'lsangiz, bir vaqtda o'zida 10000 topasiz degani. Hozir bu degani o'rtacha kichik bizneslarning sof foydasi haqida gap ketyapti. O'rtacha holatda nechtadir xodimni ishlatadigan biznesmenlarni o'zini sof cho'ntakka qoladigan, yaxshi cho'ntakka qoladigan puli 10 dan boshlanadi. Bu kichik bizneslarda siz 0 dan men oldimga kelib turib shunaqa holatdagi pul topasiz degani. Xo'p, o'rtoqlar, videoning oxirida menda sizlarga offerim bor, ya'ni taklifim. Yaqinda o'zim mentorство boshlayapman. Bu qanaqa formatda bo'ladi desa, 10 ta 15 ta bola bilan men ishlayman, farqi yo'q. Mutaxassis bo'ladigan bo'lsa ham, 0 dagi bola bo'ladigan bo'lsa ham men natijaga olib chiqishga tayyorman. 0 dagi bola bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi desa, unda ham bilim ham bo'lmaydi, mijoz topish ko'nikmasi ham bo'lmaydi, sotuv bo'yicha bilim ham bo'lmaydi. Lekin mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, qaysidir sohada mobilograf, videograf, targetolog, marketolog va hokazo sohada bo'ladigan bo'lsa, uni bilimi bor endi. U prosta mijoz topmoqchi, unga sotmoqchi.
Shunaqa ko'nikma kerak unga. Ularga ham menda aniq yechimlar bor, buni ko'rsatdim o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda. Mentorствоda nimalar bo'ladi desa, hozir aytgan narsalarim hammasini A'dan Yagacha menda metodologiya bor. Ya'ni meni kursimga kelasiz, mentorствоga kelasiz, offline bo'ladi bu. O'rganasiz, hammasini oxirida mijoz topishgacha bo'lgan jarayonda men sizga yordam beraman. Qanaqa topasiz, qanaqa aloqaga chiqasiz, kelasiz, uje daromad topasiz. Всё. Shu narsani men taklif qilmoqchiman sizga. Pastda anketa qoldiraman. Google forma. O'tda o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring. Men sizga tekinga konsultatsiya beraman. Eng kamida tekinga menga konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Shtob kursimga yozilmaydigan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Hech qanaqa xafa bo'lish yo'q. Sizni holatingizni audit qilib beraman. Nima holatdasiz? Pul topish uchun sizga bu soha o'zi to'g'ri keladimi, yo'qmi? To'g'ri keladigan bo'lsa, keyin o'qisangiz bo'ladi. Eng kamida o'zingiz audit qildirib olsangiz bo'ladi. Onlayn holatda xuddi shunaqa gaplashamiz siz bilan yoki offlayn farqi yo'q. O'zingizni sotuv bo'yicha bilimlaringizni, mijoz topish bo'yicha bilimlaringizni, umuman sohaviy bilimlaringizni audit qildirsangiz bo'ladi. Shu yergacha ko'rganinglar uchun rahmat. Qisqa vaqt ichida sizlarga qiymat bera oldim deb o'ylayman. Miyadagi hamma tarakanlar va boshqa narsalarni chiqazib tashlang. O'zbekiston holatida siz tengi, men tengi bolalar, men ko'rasizlar, soqa ko'tarishyapti. Mening shogirdlarim, men va men biladigan boshqa mutaxassislar O'zbekistonda pul topyapti. Bu muammo emas. Misol uchun siz noldaman, bitta telefonim bor xolos. Universitetda o'qiyman. Ko'rasizlar, universitetda o'qiydigan bolalar universitetni to'xtatdi. Hozir universitetda topadigan pulidan ko'proq pul deb aytyapti. Yoki-da diplomi yo'q bola, misol uchun $1,000,000 ko'proq pul topyapti. Yosh muammo deydigan bo'lsangiz, mana 2008-yil bolalarni ko'rasizlar. Bitta loyihasini qanaqa summadan olyapti. Katta tadbirkorlar unga ishonch bildiryapti. Unda bilim, mijoz topish ko'nikmasi sotuv bo'lgani uchun. Formani to'ldiringlar, o'zim aloqaga chiqaman sizlarga. Rahmat kattakon.